Bu mashinani egalari o'zimizdan 2 oy oldin $3200 ga xarid qilganlar bu mashinamizni. Xo'p, olgandan keyin даже bu holatda emas edi mashinamiz. Yana $3900 rasxod qildilar. Ya'ni 6000 dan oshib ketgan mashinaning narxi. Kraskalar родной, dorogalar oynalar qo'yilgan, tonirovka sotmalari bor. Mana bunaqa gerb dabo'ylar qo'yib qo'ygan, dabo'ylar ham butun polirovka, keramika, полный shumka, xullas mashinaga bor. Nima navorot kerak bo'lsa qilib qo'yilgan. Yo'l to'rtta yaxshi balon, navorotlar aytsam tugamaydi, mana qaranglar. Bu necha xolli qilib qo'ygan. Mamlari ham rezinkali-da. Buni kojini salon qilib qo'yilgan. Mana bunaqa original metegar butda taqib qo'yilgan, akustikalari bor. Xullas mashinada bor-ku. Yo'q narsani o'zi yo'q-da. Nima navorot kerak bo'lsa, hamma narsa bor. 2001-yil Sonstramli mana orqalarni qaranglar. Legendarniy bo'lib turibdi. Haqiqiy Nexia bir ishqozlari juda yaxshi biladi bu mashinani. Holati juda ham zo'r ekan. Cho'ktirib, cho'tga qildirib qo'ygan ekanlar. Mana işte kitobi ham turibdi mana. Ko'rchada ko'rgan bo'lsanglar, olgan odam kelib ko'rib qancha rasxod qilganini, nima-nimaga rasxod qilganigacha shuni chiqarib yozib qo'yganlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $5990 kelib, ko'rib, tekshirib, proverka qilib olsa, kraskalarni родной ekan. Oldiga led qaraladi. 2001-yil mashina. Mana bunaqa katta bo'llari nomeri, aksion nomerini bosinglar.